Salom qizajonlar, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar qizajonlar? Xonadonlar tinchmi? Bugun mazza qilib qizajonlar Marska glin yeymiz. Qaranglar, mana bunaqa Marska glin ko'ki bilan bardovisini yeymiz. Buni ochib qo'yganman, ozroq yeganman. Bunga 3-4 kun bo'ldi, ozgina yeb ko'rdim. Bundan ochganman mana bunaqa. Bu sinib qolgan. Ilohim shifo bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bardovisdan yeb ko'ramiz. Marska glina. Buni donasi 5000 so'mdan qizajonlar. Magazinlarda bor. 5000 so'm. Ilohim shifo bo'lsin. Bismillah. Tuzli. Buni yer maza yo'q. Nukus glinasini pishirilgan variantini sizlarga ko'rsatgan edim-ku, ta'mi xuddi shunga o'xshab ketadi. Ko'ki. Yer maza bor. Bunisi tuzliroq, buni tuzi ozgina. Juda ham tez tishlarga yopishadi. Bu sho'rroq, bu tuzi kam. Shunaqa mayin ishlarini qaranglar, shunaqa chiroyli ishlari. Judayam yopishqoq. Juda mazali bo'ldi, Allohga shukr. Bugun yetadi qizajonlar. Ko'pi zararli, ozroq yeb tursalaringiz bo'ladi. Ko'p emas. Bularni aslo qiziqib yeb ko'rmanglar qizajonlar. Zarari ko'proq bo'ladi. Ilohim shifo bo'lsin. Salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qilib yuringlar. Ko'rishguncha.